nar fi hirratin robatatha. Bir mushugini boylab qo'yganligi uchun bir ayol jahannamga kirdi. Falam tut'imha va lam tad'aha ta'kul min khashashil ard. O'zi ham ovqat bermadi boylab qo'yib. O'zi ham suv bermadi boylab qo'yganidan keyin. Qo'yib ham yubormadi o'zi tirikchiligini o'tkazishlik uchun. Mana shu mushiq ochlikdan, chanqoqdan o'ldi. Shu mushukni azoblagani uchun bu ayol jahannamga kirdi. Zaif, ojiz, notavon, xushmida hasharotmidi? Zulm qilyapsanmi? Demak, qalbingda rahm shafqat yo'q. Allohni senga rahm shafqat qilishidan umid qilma. Agar qalbimizda rahmat bo'lmaydigan bo'lsa, hargiz Alloh taoloning rahmatiga, shafqatiga musharraf bo'la olmaymiz. Mana endi buni muqobilida boshqa bir ayol bir chanqab turgan itga qudug'idan suv olib, kavushiga quyib, ichirib qo'yganligi uchun Alloh taolo gunohini mag'firat qildi. Bag'iy ayol edi, fohisha ayol edi. Bir ayol buni mushukni qiynagan uchun jahannamga ketdi. Bir bag'iy